Lasetti yo'q-ku, ebe. Lasetti bo'lish kerak edimi? Nimada bo'lish kerak edi, obunachilar? Buxoroga keldik, Jondorga. Assalomu alaykum. Lasetti qani? Shuni so'rayapman-da. Zo'rmisiz aka? Zo'rmisiz? Baribir chiqmaydi menga deng. Siz zo'r ekansiz. Assalomu alaykum. Biroq, Tepadagi gapiradimi? Zo'r ekansiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar aka? Charchamayapsizlarmi? Bayramlaringiz bilan. Qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Obunachilar, biz bu yerda kelishimiz, videoni boshiga aytaman, maqsad haqiqiy do'st. Originalni deydi-ku, shunaqa. Originalni do'stlar ko'paysin. O'shaning uchun boyagi hozir Xitoy hamma joyni bosib ketdi-ku. Hamma joy kitayskiy bo'lganda, o'shaning uchun tepadagi gapirmaydi, pastdagi gapiradi endi. Assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisiz? Bir aytib bering qani? Kalta qilammi yo boshdan aytaymi? Xohlaganingizdek gapiring. Siznikida. Biza bu jo'ram bilan birga ishlaymiz-da bu yo'q bilan. O'zi uchalamiz sinfdoshmiz, bir sinfga o'qiyamiz. Yoshlikdan 1-sinfdan to 11-sinfgacha birga o'qiyamiz. Xo'sh. Bu yoqqa keldim Moskvaga, ozgina ish o'xshamadi, keyin jo'ramga telefon qildim. Aytdim, "Yo'ninga jo'y bormi yotgani?" "Ha, kelaver" dedi. Bir 20 kunda yo'niga yashadim. Shu paytgacha doim bilet olgan, faqat kamroq pul chiqqanda, ozroq chiqqan. Mayda shuyda. Ha, moshina chiqmagan. Hay dedi, "Sen kartangdan tashlaylik" dedi. Uni kartasi blok bo'lgan ekan, keyin biz kartadan tashladik. Agar chiqsa dedi, ana shu mashina sanga dedilar, u bu mashina ham gaplashmagandi. Bu kishining mashinasi bor-da bu yerda. Ha, Lasetti bor edi. Keyin bu jo'ram bilan keldik, qarzga olib ketdik uni 300 ming rublga. Kelishib olib ketdingiz. Ha, bersam ham berganiga yo'q, ishlab berasan dedi. Keyin bir vaqt mashina chiqdi-yu, ha bo'ldi dedi, bu yerga o'tdik, choy ichdik. Choy ichgandan keyin aytdiki, "Ha, baribir chiqmaydi menga mashina." Men aytdim, "Chiqsa-da" dedim, "Mashina podarka qilasan" dedim. "Tamom" dedi. Biz duo qildik, ilohim shu jo'ramga mashina chiqsin dedi. Endi Xudoni aytganida ko'ryapsizlarmi? Bu jo'ram bilan o'tirib duo qildik, ilohim shu jo'ram mashina yutsin dedik. Endi biz 300 ming rubl bermadimiz o'sha uchun. Shunday. Tepadan so'rab turibsiz-da. Keyin shu varaga bir kun arasiga shu mashina yutibdi. Biz ham mashinalik bo'ldik bu ham. Shuni ko'ryapsizlarmi? Qisqasi. Ana. Mashina bu yoqqa turibdi, oldiroq. Bu yerdami? Mashina prosta men kelganimki, shunaqa do'stlar ko'paysin. Do'ston Saynav and Arbidoni. Noni ando, joni ando, zaboni. Banoni non bide az dar bironash. Navozish kun ba do'stoni zaboni. Qolganini kommentariyaga yozasizlar albatta. Jonajon do'st bo'lish kerak bu. Pul, mol, dunyo hammasi o'tadi, ketadi do'stlar. Bu yerga kelishim Zilnogradmi, Zvinogorodmi? Zilnograd. Ha, Zilnogradga kelganim albatta maqsad shunaqa do'stlar ko'paysin. Bu albatta odamzod mana bu bir xil emas-da, 5 xil 90 gradusga o'zgarib ketadi-da. Yurakni moyidan bo'lgan narsa-da bu. O'shaning uchun mehr bo'lsin, muhabbat bo'lsin. Qolgani bo'ladi. Endi tepadagi gapiradi. Biz original do'st. Akam bo'lasiz. Endi gapirib bering qani? Jondorga bir boruvdim, men ham davrada boruvdim deysiz. Buni gapirib bering qani? Xalqqa shu Damas'ga olib borganingizga bordik-da, bagal nima deydi uni? Qora jentra deydimi? Zo'r ekanda, Qora jentraning kartesini kutinglar, xudo xolasa. Nasib kutamiz. Ko'ryapman, siz u kishidan, u kishi sizdan xursand-da, ko'ryapsizmi? Ikki tomon ham bo'lganda, u yoq mashinalik, bu yoq ham mashinalik. Bera 3 kishini omad o'ynaldi-da, uchalamiznikiga bagal. Bularman duo qilganman, bularga mashina va'da qilganman. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Bu albatta omad shunaqa, nima deydi? Biz bir sababchi yo'q xolos, tepadan beradi. Unaqa shuri-murisi yo'q akalar. Shunda Xudo beribdi, mana bular ham xursand. Bu albatta avvalambor xalqga rahmat, bizga ishonib shu o'yinga o'ynayapsizlar. Sizlar borki, bizlar bor, sizlar bo'lmasalar bizlar ham hech kim. Biz bir ketmonni olamiz, lekin chop yuramiz keyin. O'shaning uchun mana davera uchun, ishonch uchun rahmat. Jondorga boruvdim, bir yil oldinmi Qora Jentrada haqiqatan ham akalar bor edi, haqiqatan ham videolar bor. Mana video davomida ko'rib borasizlar. Toyotani akamiz yutgan, xudo xolasa, lekin sinfdoshlarini nomidan kartadan pul tashagan, blok bo'lgan. Ishdingizlar-ku xullas. O'shaning uchun hammaga omad tilaymiz. Akam gapirmayaptilar, chunki pastdagi hammasini aytib bo'ldi. Tepadagi jim turibdi-da. Albatta hazil, huzul, salomat bo'lasizlar. Hammaga omad, gazini bosingizlar. Xudo xolasa akam ertaga desa ertaga, inding desa inding, mashina xudo xolasa Jondorga boradi. Endi bu kutish yomon-ku, tezroq borish kerak-da. Salomat bo'lasizlar. Mana akalar ham biron nimadir deylar, akalar biron nimadir deydi. Jim. Ha, bu kishi
shumi? Hoji boboga bir gapiring, hoji bobo endi. Bir nimadir deng qani hoji bobo mana xalqqa. Assalomu alaykum obunachilar. Men Samarqanddanman. Qayerdan? Narpay rayonidan. Narpay, aha. Kisham anchada bir o'ynaydi, pul tashlaydi. Bular bilan aka-ukamanda sherga men mashina olib kelaman ustaxonaga, bular servisda ishlaydi. Omadini bersin hamma. Bizlar ham ishtirok etamiz. Har o'yinda o'ynaymiz. Bitta, ikkita olib turamiz. Shunday, bu omad-da, bu Shunday. omad. Hammani omadini bersin. Sizlarga ham omadlaringizni bersin. Sog' salomat bo'linglar. Mana ro'za Ramazon oyida mana Shunday. bayramga ham yetib keldik. Hammalaringizni bayram bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa mana ertaga Hayitlar muborak bo'lsin hammaga, rahmat, hamma mana musulmonlarga. yaxshi kunlarga Xudo xolasa mashina Buxoroga boradi. Shunday Juda nasib kayfiyat bo'lsin. zo'r bo'ldi, juda xursandchilik albatta. Har joyga boraman, har xil odamni ko'raman-da. Shunday, ha. Ba'zi bir joyga kelasiz, shuncha quvonch, xursandchilik. Odam boyagi uchadi-yu xalosda, ichi uchadi. Ba'zi joylarga kelasiz, havo. Boyagi borgan joyingizda ham xafa bo'lasizda, xullas. O'shaning uchun salomat bo'lasizlar, gazini bosingizlar. Buxoro olg'a, Samarqand va Pesh. Shunday. Salomat bo'linglar. Rahmat.